2026-yilda chiqqan yangilangan Tiggo 7 Pro avtomobilini obzor qilamiz. Oldi ko'rinishlari ham juda ham boshqacha chiqqan, faralari ham oldingidan ancha farq qiladi. Diskasi 17 razmerli, 360 kamera, beskluchovый достуp. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Obshivkalari ham karbonoviy chiqqan, akustikalari Sony bo'ladi. Dizayn bu вообще boshqacha, krutoy splashnoy monitor chiqqan. Bu taraflar ham karbon. O'rindiqlarda isitadi va barda esa xolodilniklari bor. Skorishlari ham xrustalli bo'lib chiqqan ekan. E'tibor berasiz va bu yerda havo tozalaydigan funksiyalargacha bor. Kattagina panorama tom, juda ham katta o'zgarish bo'lgan avtomobilda. Hop, orqa dizaynini bitta ko'rib o'tasizlar. Orqa dizayni bir xil, lekin obshivkalarda farq qiladi. Karbon ko'p ishlatilgan. Va orqa dizayn ko'rinishi. Juda ham chiroyli ekan orqa dizayn ko'rinishi. Ko'rishingiz mumkin. Avtomobilga qiziqqan bo'lsangiz, hamon avtosalonga taklif qilaman. Manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor, Promzona yo'lida joylashganmiz. Avtosalon kelsangiz eng qulay bo'lgan shartlarda faqat men siz uchun chiqazib boraman.